hal etildi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men mehnat faxriysi Ibrohim Asqarov bo'laman. Sizni kelishingizni andijonliklar doim intizorlik bilan kutamiz. Mana kecha Bobur shahrini e'lon qilishingiz bu juda katta tarixiy voqea bo'ldi. Boburni Andijonda yaxshi ko'rishini bilardik. Lekin kechagi bo'lgan munosabatingizni ko'rib, Boburdan ko'ra siz ko'proq yaxshi ko'rar ekansiz Andijonda. Biz shu darajada xursand bo'ldik. Rahmat. Mana Xo'jand shahrida 3 ta prezidentni qo'l siqishib turganligini ko'rib, biz hayajonga to'ldik. Quvondik, xursand bo'ldik. Chunki biz andijonliklar boshqa viloyatlarga nisbatan buni chuqurroq anglaymiz. Sababi 89-yilgi voqealar, 2010-yilgi voqealar hali bizni yodimizdan ko'tarilganicha yo'q. Endi mana shu prezidentlarni, xalqni o'zaro birlashishi bu juda katta imkoniyat bo'ldi. Mana Samarqand sammitida Yevropaning eng katta rahbarlari kelib 3 milliard berib ketamiz deb 12 milliard berib ketdi. Bu mana shu tinchlikni, osoyishtalikni natijasi deb bilamiz. Hatto biz O'zbekistonni Markaziy Osiyoning yuragi deb bilamiz dedi. Bu juda katta baho. 150 ta davlatlarning parlament rahbarlari keldi. Bu juda katta O'zbekistonga bo'lgan ishonch, O'zbekistonga bo'lgan katta hurmat hisoblanadi. O'tgangi yig'ilishlarda bergan topshiriqlaringizni men bir bloknotda olib tahlil qilsam, Andijon viloyati bo'yicha siz bergan topshiriqlar 115% ga bajarilibdi. Xalq tabobati bo'yicha ham yetuk mutaxassislar tayyorlang deb menga topshiriq bergandingiz. Biz mana shu kunga qadar dunyoda birinchi marotaba xalq tabobati fani O'zbekistonda yaratildi. Men Yaponiya, Malayziya, Turkiya, Hindiston, Birlashgan Arab Amirliklari singari davlatlarda bo'ldim. Meni eng qiziqtirgan tomoni ana shu davlatlardagi eng dunyoga tanilgan olimlar O'zbekistondagi o'zgarishlarga tan beryapti. Bu men o'ylaymanki, sizni shu kecha kunduz uxlamasdan olib borayotgan ishingizni, harakatingizni mevasi deb bilaman. 5-6 yil avval Andijonda bor yo'g'i 4 tagina oliy o'quv yurti bo'lsa, bularning soni 10 ga yetdi. O'sha davrlarda Andijonda ilmiy daraja beruvchi 2 tagina ixtisoslashgan kengash ishlardi. Hozir bugungi kunda 14 ta ixtisoslashgan kengash faoliyat ko'rsatyapti. Biz keksa avlod mustaqillikgacha bo'lgan davrni ham bilamiz, mustaqillik davrini ham bilamiz va bugunni ham bilamiz. Qiyoslasak, bugungi yaratilgan sharoit o'sha odamlarda kayfiyatini ko'tarilishiga sabab bo'lyapti. Men buni mohiyatini o'ylab ko'rdim. Nima uchun odamlarda kayfiyati yuqori? Hozir Andijon shahrimiz Toshkent shahridan qo'shilmaydigan darajada obod, gulzor. Qaysi tumanga bormang, bahri dilingiz ochiladi. Ko'p qavatli binolar, u yerdagi gulzorlar, u yerdagi asfalt ko'chalar, 909 ta mahallani birortasida asfaltlanmagan ko'cha qolmadi. U aqlga sig'maydi. Boshqa joyga borib aytsangiz, birov ishonmaydi bunga. Ana shuning uchun nafaqat shaharda, butun viloyatda, hamma tumanlarda aholini kayfiyati juda yuqori. Assalomu alaykum, hurmatli